Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun 2 aprel 2026-yil. Mana gilos bog'larimizni bugungi kunda Gana Plus preparat bilan ishlab beryapmiz. Bu Gana Plusimizni sepishimizdan maqsad Gana Plus tarkibida glitsin, giberlin va yana qandaydir qo'shimcha kislotalar bo'ladi. Bu gullarni mustahkamlashga yordam beradi. Bundan oldin 26-chislada adashmasam Floratoni preparati bilan ishlab bergandik. Buni bir ikkita odam so'rabdi. Floratoni nima ishlab beradi? Floratonida ham shu gullarni mustahkam ushlashga, immunitetni ko'tarishga yordam beradigan kislotalar bor. Olib qaraganda ikkalasi ham bir xil yo'nalishga ketadi. Gullarni mustahkamlash, ushlab qolishga yordam beradi. Buni asalarilar uchish kerak, lekin baribir bu dorini o'zi bilan bo'lmaydi. Bu ham bitta qo'shimcha. Biz ham harakat qilishimiz kerak. Asalari uchish kerak. Ob-havo shu gul chang ushlash, changlanish uchun yetarli bo'lishi kerak va bog'da ichida changlatuvchi qo'shimcha navlar bo'lishi kerak. Bizda bu bog'da 1 gektarda valovoy sersa ekilgan bo'lsa, buni shoxlariga har bir daraxtning ikkitadan shoxiga 4 yil, 5 yil burun skina navli gilos ulaganmiz. Kanadani o'zini o'zi changlatuvchi hamda valovoy sersiga changlatishga yordam beradigan nav qo'shimcha ulangan. E'tiborlar uchun rahmat. Mana gullash holati. O'ta go'zal. Endi bu yog'i Allohdan harakatini biz qilishimiz kerak. Juda chiroyli bo'lib gullagan hozir. E'tiborlar uchun rahmat.